Koreyaning bo'linishiga eng katta ta'sir ko'rsatgan davlat Yaponiya bo'ldi. Yaponiya Meidzi islohotlaridan so'ng juda tez modernizatsiyalashdi. Imperator Meidzi Tokugawa mamlakatni zamonaviy sanoat va harbiy davlatga aylantirdi. Yevropadan ilhom olgan Yaponiya birinchi Xitoy-Yaponiya urushida Xitoyni mag'lub etdi. So'ng 1904-1905 yillardagi Rossiya-Yaponiya urushida Rossiyani ham yengdi. Natijada Yaponiya Sharqiy Osiyodagi eng qudratli davlatlardan biriga aylandi. 1910-yili Yaponiya Koreyani rasman bosib olib, uni o'z imperiyasining mustamlakasiga aylantirdi. Bu hukmronlik 1945-yilgacha, ya'ni Ikkinchi jahon urushida Yaponiya ittifoqchi davlatlar, jumladan Sovet ittifoqi va Qo'shma Shtatlar tomonidan mag'lub etilgunga qadar davom etdi. Urush tugagach Koreya ozod qilindi, ammo u darhol mustaqillikka erishmadi. Buning o'rniga ittifoqchilar Koreyani 38-parallel bo'ylab ikki qismga ajratdi. Bu yarimorolning deyarli o'rtasidan o'tuvchi geografik kenglik chizig'i edi. 1945-yil avgust oyida amerikalik zobitlar Dean Rusk va Charles Bonstil 38-parallel bo'ylab chegara sifatida taklif qildi. Chunki bu chiziq Seulni Amerika nazoratidagi janubiy hududda qoldirar edi. Shu paytda Sovet qo'shinlari Manjuriyadan shimol tomon kirib kelayotgan edi. Shu sababli bunday bo'linish qulay yechim sifatida qabul qilindi. Dastlab bu bo'linish vaqtinchalik deb hisoblangan. Ammo Sovet ittifoqi va Amerika o'rtasidagi sovuq urush keskinligi tufayli u doimiy bo'linishga aylandi. 1948-yilga kelib, yarimorolda ikkita alohida hukumat tashkil topdi. Shimolda Sovet ittifoqi qo'llab-quvvatlagan Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Kim Ir Sen boshchiligida tuzildi. Janubda esa Amerika qo'llab-quvvatlagan Koreya Respublikasi tashkil etildi. Hal qiluvchi burilish 1950-yil sodir bo'ldi. Shimoliy Koreya butun yarimorolni kuch bilan birlashtirish maqsadida Janubiy Koreyaga bostirib kirdi. Shu tariqa Koreya urushi boshlandi. Urush 3 yil davom etdi. Mojaroga Amerika, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuchlari va Xitoy ham jalb qilindi. 3 yillik dahshatli janglardan so'ng urush aniq g'olibsiz yakunlandi. Chegara yana deyarli 38-parallel yaqinida belgilandi. Keyinchalik bu hudud demilitarizatsiya zonasi deb ataldi. Bugungi kunda u dunyodagi eng qattiq qo'riqlanadigan chegaralardan biri hisoblanadi. Shundan so'ng Shimoliy Koreya Kimlar sulolasi boshqaruvidagi yopiq kommunistik davlatga aylandi. Janubiy Koreya esa demokratik boshqaruvga ega bo'lib, dunyoning eng kuchli iqtisodiyotlaridan biriga aylandi. Shu sababli bugun Koreya yarimorolida ikkita davlat, Shimoliy Koreya va Janubiy Koreyani ko'rasiz. Bu bo'linish asrlar davomida yuz bergan tarixiy voqealar, urushlar va geosiyosiy qarama-qarshiliklarning natijasidir.